Do'stlar, bugun Quvada montaj bo'lyapti. Ko'ryapsizlar, fasadni plitka bugun 7-yanvar -2. Lekin -2 bo'lishi bilan qaramasam, fasadni bemalol yakunlasa bo'ladi, chunki fasadni plitka bu suxoy montaj do'stlar. Hozirda 3D modelimizni qanaqa qilib razmerga qo'yish kerak? Boshlanishi nechi, o'rtalari nechi, tugashi qanaqa, hammaga tushuntirib berishga harakat qilamiz. Avaz aka, bu 3D ni boshlanishi nechiga qo'yiladi? 41. Ya'ni qayerdan qayergacha? Birinchi reka uni boshidan boshiga 41. Ha, bunaqasiga ko'rsating. Chunki chapdan o'ngga qilinadi polniy montaj. Mana ko'ryapsizlar do'stlar, 41 razmerga boshlanish qo'yiladi. Ya'ni shu yerdan kesib yuboriladi bu. Kesib yuborilib, atves ochib o'zidan qatirib qo'yiladi. Qolgani o'sha butun holatda 51 ga. 51 ga to'qiladi do'stlar. Ko'ryapsizlar, u rekani boshidan bu rekani boshigacha 51 ga to'qiladi. Xo'p do'stlar, asosiy ma'lumotlardan biri 3D. Buni lazer bilan yoki oblisovka bilan razmer bilan adashtirib qo'ymanglar. Biz har bitta toshimizda razmerini qo'yib borishga harakat qilamiz. Qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, bu fasadni plitka hech qanaqa devor tanlamaydi, fasl tanlamaydi, hech narsa tanlamaydi. Shunchaki rekadan karkas o'qib montaj qilib qo'ysalaring bo'ldi. Reka chiriydi, reka qiyshayadi, eshiladi. Qisqa qilib aytaman, bu ventilyatsioniy fasadni plitka deyiladi do'stlar. Ya'ni orqa tomonda havo aylanish hisobiga reka chirimaydi do'stlar. Buni orasiga utepleniya qo'ysak, havo aylanmaydi desalaring, o'zini fasadni plitka maxsus shoflari bor, primoy reka nafas oladi. Buni orqasiga suv o'tmaydi do'stlar. Passiy nomerga aloqaga chiqinglar. Bizning manzil Farg'ona viloyati Quva tumanida joylashgan.